temir rasika qayerda? Zatka olgan. Absolut. Normal ishlaydi. Bu edi, uni ishlamaydigan narsa degan. Olasizlar. Sistemani endi tiqasizlar. Yoki zoom tiqadi. Bu o'zi bilan solib bo'lmaydi buni. U o'zi katta bo'ladi. Kalibri kichkina bo'lishi kerak. Kalibri kichkina bo'lishi kerak. Bu absolut. Buni anosi bor. Tezligi, so'rishib turadi. Sekinlashtiradi. Endi bu ishlatgan asosiy narsa. Bizlarda hamma narsa bor. Qarang, monitorni olmayman. Monitorni olsam, mana. Mana yerda nimalar bor? Mana dalinani o'lchaydi. Anavda ko'rgan nimangdan emas-da bu. Bular svetlaydi. Olchoq bu. Mana dalinani o'zi. O'sha narsa. Xuddi mana uni bossalar, ishlab qolib beradi. O'zi o'lchab beradi. Mana endi chiqaradi. Mana o'zi nima qilib qo'ydi. Keyin mana saturatsiyani ko'radi. Saturatsiya. Hop, keyin mana respirator rate bor. Nechta narsa bor. Keyin uni ishlasa boshqalarga chiqaryapti. O'zi chiqaryapti. Keyin birinchi, ikkinchi liftlar, birinchi, ikkinchi tarmoqlar ko'rsatib turadi vaqtida. O'zi normal ikkinchi bir bilan aviadirdi. Shuni ko'rsatdi. Ikkiga ko'rsatdi. Ikkinchi. Ma'lum keyin 12 tarmoqni ko'rsatishi mana buni bosadi. 12 tarmoqni ham bo'ladi. Tushunarli? Agar ikkigini chiqarmoqchi bo'lsang, mana buni bosadi. Qog'ozchani endi. Qog'oz kerak sizlarga. Shuni bosadi. Tushunarli? Endi agar ko'p mashinalarni mana necha kilojoul bermoqlar? Masalan 120 kilojoul, 120 ga qo'yasiz. Xohlasangiz mana bu ikkita nimasi ham bor. Yili bormi? Yili bor, ha. Ko'rsatalang. Xo'p, ishlayapti. Yaxshi nima qilasizlar. Mana shunday qilib shok berasizlar. Mana uni bosib turasizlar. Reklamalar charjni bosadi, yig'adi. To'xta maniga olib yig'adi. Shunlarni keyin bosadi. Apex bor, yozib qo'ying. Apex mana stern. Birinchi, ikkinchi qovurg'a orasiga sterning, Apex Apex qo'yasizlar. 10 kilo yuk bilan regulatsiya qilasiz. Qaysi ritmlarda suvsiz qorinchalar taqdir berasiz, qorinchalar fibrillatsiyasi. Ana shu klinik bo'lib qoladida, mana shu ritmda fibrillatsiya qiladi. Qoldirayotgan? Sog'dan emas. Keyin mana buni qoldiradi. Sizni ko'rishingiz uchun. Mana bu siz faqat katta yordamga bormaysiz, sanja bosh bolalar ham boradi. Bu butun ko'kragini egallab qo'yadi bu. Shularni oladi. Shuningdek, mayda. Joyi qo'yadi. Bu kichkina. Bu kichkina. Tushunarli bu. Bu defibrillator. Ha, bu Barbov apparati deysizlar. Barbov apparati. Oksigenator. Aha. Mana qo'yish ko'ryapsizmi? O'zi mana bunaqa joyi bor, mana. O'sha joyini mana olib kelyapti. Motor qo'yganda bo'ladi. Olib kelasiz. Qattiq tushadi. Tushunarli? Birinchi bu tarafidan kiradigan joy. Bu tarafdan ha, pastga ham olinadi. Pastga ham olinadi. Ha, faqat mana yerdan shunday mana bir bossalar, ko'tariladi, pastga olinadi. Kasalligiga kasal ahvoliga ha, kasalligiga olib tushiladi. Tushunarli? Bu
Endi mana bu pedlar. Mana ko'krak mana ulanishlar mana. 5 ta nima bor. Xuddi ikkigidek bo'ladi. Faqat mana bo'tqa yerda. Oq. Oq. Tushunarli? Endi lipochkalari bor vallahi. Lipochkalar bordir. Mana. Bu yerda mana ochilmagan. Ko'rgansizlar, ha, bu lip mana ochilgani bor ekan. Lipochkalar. Yopishtirasiz, buni qo'yasiz. Buni qo'yadi keyin. Ha, lipochkalari bor. Ha, bu adlanadi. Ha, bunda bir dunyo bo'ladi. Bunda muammo bo'lmaydi hech qachon. Yarim paket, yarim kilo, 1 kilo bor. Ha, o'ylanmay. Ertasi bisirib oxir kurslarda ham salom alaykum. Olib boshlaydi. Bu betilyapti. Tushunarli bu. Hozir. Bundan hayda. Yo, bunaqa qarshi bilan bundan boshqa tasdiqlangan yangi. Katta. Sumkani bu IBL bu. Sinorat aparat berdi, ha. Buni ochilmaydi. Ochiladi mana hozir shu. Mana o'lchadi. Qaranglar, mana bu asos deydimi? Mana bu ikkiga. Niye? Qanday? Endi o'q. Nimaga bu damavormi? Sen o'qishga kirib qolding. Buni berib yubordim. Onu bas buraya.